onadan so'rashgan, keliningiz qizli bo'la oladimi deb so'rashdi. Yarimlari bo'lolmaydi deb aytdi va qolgan yarimi bo'la oladi deb aytishdi. Men o'zim fikrimni ham bildirmoqchiman bu yerda. Qaynonasini onadek ko'rishi va qaynona ham kelinini qizdek ko'rishi odamning o'ziga bog'liq. Qaysidir qaynonalar boshdan bosh qabul qilmaydi va oxirigacha chujoydek harakatini qiladi. Shunga yarasha kelin ham shunaqa qilishi mumkin. Yoki ba'zi bir kelinlar qo'pol, xo'rs muomala qilishi mumkin. Qaynona esa qizdek ko'rib yuraveradi, mayli yaxshi bo'lib ketardi. Teskarisi ham bo'lishi mumkin. Xullas, siz kimdirga yaxshi muomalada bo'layotgan bo'lsangiz, u inson ham sizga yaxshi muomalada bo'ladi degani emas. Hammasi odamning o'ziga bog'liq. Men esa alhamdulillah demoqchiman. Men haqiqatan qaynonamni juda ham yaxshi ko'raman va onamdek atnatsiya qilaman. Ko'pchilik men videolarimni ko'rgan, что bu narsa uy olib kelsalar erim, o'zim nima deb pishirsam qilsam, har doim qaynonamga ham, onamga ham bir xil qilib yuboraman. Va qaynam hamma tushunishim bo'yicha meni qizlaridek ko'radilar. Masalan, kecha uyimizga kelib, bizda remont ketyapti. Rosa menga qaradilar. 2-3 xil ovqatlar qilib berdilar. Shunaqa zo'r dimlama qilib berdilar. Ancha bo'ldi bunaqa yemaganimga. Shu pirojki svejiy pishirib berdilar. Uyimga ham qarashvordilar. Ozgina uyalib yotdim-ku, lekin siz urinmaysiz, umuman turmay, oyog'im tegasiz to'la qo'yib berib, prям ухаживать qildilar. Bu ham bir baxt. Qaynona onadek bo'la oladi, kelin ham qizdek bo'la oladi. Hammasi o'ziga bog'liq.